Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'misizlar? Ishlar yaxshimi, tinchmi? Ishlab yuribsizlarmi? Charchamang musofirdagilar. Kommentariyga yozishgan ekan, bir mahallalarni, vokzal degani o'sha bozor tomonlarni bir videoga oling degan ekan. Harakat qilib bugun mana men sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir danli moment turgan joyimiz 7-posilka. Bobojon G'afurov, Isfisor, поселок городского типа, 7-й поселокda turibmiz. O'zimizni o'sgan mahallamiz, tug'ilib o'sgan mahallamiz. Qani ketdik endi bu yog'iga. Mana bu hozir Proletarskiy ko'cha. Перекресток. Proletarskiy ko'cha. Hozir borib trassaga chiqamiz biz. Trassada mashina o'tib turibdi, yangi yo'l. Xudo xolisa hammasini bitta ko'rsatib beraman, harakat qilaman, harakat. Lekin sizlar kommentariyaga yozib ketinglar. Qayerda olish kerak, nima qilish kerak? Qani sher? Sher mashinada. Ketdimi dedi? Ketdi. Olmay qiling. Safarlar bexatar. Alloh akbar mana. Sher shovla ham shetda sher shovla. Yo sher akami, yo sher shovlami? Yo Ali shermi? O'tirishini. Belgilar bilan. Jetdan to'g'ri trassaga chiqib boramiz. Alisher bom. Mashqachon nomi nima? Shetda o'sib, tug'ilib o'sib ha? Oybek shekilli. Oybek deydi. Oybekmi? Oybek ko'cha ekan. Aybek. Qaysi mostayda? Mana bu yangi trassa bitgan. Remont bo'layotdi-ku 23, 22, 24. Har bitta ko'chaga mana bu qiznaglar qo'yilgan. Qoidaviy, cho'tki bo'lib. Chiroq. Mana bu lampochkalar qo'yilgan, kechasi yorug' bo'ladi. Xullas yaxshi, mana yo'l tekis oyna bo'lgan. Guldir taqara yo'q. Mana razgonli palasalar bor. Mana bu aboychini furalar turgan joy. Ikkita palasa rabochi palasa. Yevro standartga to'g'ri bo'lgan, yevro standartga. Mana bu eski Gorgaz kelyapti mana, eski Gorgaz. Круговое движение, paxta legendarniy. Opet hozir endi yangi terminal bo'lgan, oshxona terminal mana. Yo'l, основной yo'l zo'r bo'lgan. Tekis bo'lgan. Razgonli palasalar bor. Znaklarni ko'rasizlar, velosiped yuradi, даже velosipedlarning znagini qo'yib qo'ygan. Velosipedlar o'ziga yo'l qilgan. Aboychidan ko'rasizlar. Velosiped yuradigan yo'lcha mana bu yerda, parallelni. Shunaqa gaplar. Zapravkaga kiramiz, hozir so'raymiz. Gaz nech pul, benzin nech pul, dizel nech pul. Bugun 14-iyul 2026. Gaz somoni 70 dirham ekan mana za litr. Zapravka qilib chiqamiz. Mana yangi most. Ko'rasizlar, to'g'rida most. Mostni yanada velosiped haydaydigan yo'lchi.
Xarajat puli kimda? Xarajat puli inkassatorda. Mana inkassatorimiz. Наличный yo'q. Mana shu 2022dan bilan kelayotganmiz, 23dan bilan biror marta pul ishlatmayman. Shanbe City bu. İnkassatorim bor, mana inkassator. Shanbe City bu. Most. Shundoq qilib kelaveramizda. Tuppa, o'zing tuppa deydi. Raykomga tushib kelamiz. To'yxona. Tarafxona nima? Osiyo Grand. Osiyo Grand. Hech kim Osiyo Grand demaydi. Eski yodgorjon. 30 kun bo'lgan bo'lsa kelganimga, 30 kun bo'lgan bo'lsa bir tomchi yomg'ir yo'q. Yodgorjon bo'lgan. Oldingi Bir tomchi yomg'ir yo'q, bir tomchi. Osmon ko'mkak. 24 na 7, xudoga shukr. O'zimiz tomon pagodalar zuddi. Marshrutkalar yurayotibdi. Halma xolayni magazini. Mana avtozapchast. Hoji bovani magazini. Assalomu alaykum. Vahob aka turuvdilarmi? U faqat sotadi. Voenkomat. Продавец. Avtozapchast. O'yin tomonga kirsa, Sibsor sentrga kirib ketamiz. Qoraqum tomonga. Orada otimiz turibdi. Kishnab maktab, gimnaziyami? Gimnaziyami dedi? But. Mana bu yoqqa. Ha shu mahallada ham yaxshi joylar ko'p, ha? O'z chapga bursa. Chapga burganda yaxshi joylar bor, salqin joylar bor. Kommentariyaga yozib ketinglar agar bilsalaring qanaqa joylar bor. Mana Bobojon Gafurov. O'zimizda bozor. Chetga kirish kerakmi? Yo'q, har safargi joyiga boravering. Joy bo'lsa yaxshi-da, bu yerdan olib turib mashinaga. Ha, joy bormikin dedi. Mana bor edi-ku. Ha, nima ham Mana bor? bet parkovka ekan. Kirish kerak edi. Mana joy. Bozori Farovon. Bitta aravacha haydab keladi. Yaman bunga qo'ying, mana. O'zimizda vokzal. 605. Seri Belly Yaxshi joy. Azamat bobo yuribdi mana bu yerda. Tushdi. Mana Azamat bobo. Marshrutkalar to'xtaydigan joy. Azamat boboga salom. Deyishadimi odamlar? Shu yerga qo'yasiz. Salqin ekan shit. Nomerda mazasini qochirishmaydimi? Yo'q, hozir. Mana shu o'zimizda vokzal, Bozori Farovon.
Marshrutkalar chiqib keladi. Ahmad tora. Ko'k somsaga yeb boramizmi? Ko'k somsaga, zeleni somsaga? Zeleni somsaga. Zeleni somsa yeysanmi shetchi? Deydi. Bu yoqqa ketsalar, marshrutga ketgan tomonga shaharga ketasizlar. Bu yoqdan o'zimiz tomondan kelasizlar. Onun doğru koyuyor, onun manaldıge. Nima turibdi shuncha mashinalar. Shuncha shapillab kelib yurdi. Nechi pul ekanmi? Sazan chimsa manaka. Sazan 1 kilo 40 so'm. Hamma 50 ma'azin qiling. Qancha ekan bu? Klubniki nechi pul? Mana anjir. Chetcha. Adashib qolganing yo'qmi? Yo payso mana oldu. Paysomu şu. Paysomu. Onu su bire. 5 somu böyle. Bana. O'g'il tarvuzlar. Olaverasiz. Narxi necha pul lekin bilmayman, so'rash kerak. Olachi, gilos, karam. Mana sen aytgan narsa, makka. Beraymi tog'i? Necha pul ekan dadam? 5 beraysiz. 5 tasi 10 so'm. Ha bu qaynatasan buni? Kaynatsa keyin sarg'ayadi. Qaynatasan sarg'ayadi, iyi. Qaynatishga bo'ladimi deb so'ra. Aha, deydi. Ya aytishadi, bo'lmaydi deydi bo'lmasa. Bir marta bir dunyoni qaynatib tashlagandan bo'lmadi. 5 ta. 5 beraysiz. Makka qaynatib yeyman, makka qaynatib yeyman, makka qaytda bor deydi, makkani topib bersin. Bu nima bu deydi? Shundoq qilib yuribmiz endi mana. Bayrog'imiz uchib yotibdi, yarillab. Farovon. Gapir. Kommentariyot qil. Makkani nima qilamiz? Makkani yaxshisini topib kerak, unda ezib ko'rasan, yumshoq bo'lsa. Yumshoq emas ekan bu. Yumshoq bo'lsa bo'lmaydi, qarigan bo'ladi. Qattiq ekan, keyin oq ekan rangi. Topamiz hozir yaxshisini. Topamiz, deydi-ku ulug' aka. Har kungi kun mana shunday. Ertalab hamma bozorga keladi.
bozorini qilib ketadi. Nech pul ekan shoptoli? 6 so'm? Mana azamat bo'lib ketdi. Yaxshi mazas qilsa, safarovay ne kutatdi Abdulla bobom. Amin. Videoga fitotsam giramizmi? Ne. D'accord, ne? Не. Сразу покинут местоположение. On 12 kilodan 15 kilogacha bo'lsa kerak 40 so'm mana tarvuz. Mana shunaqangi dog'i bo'lsa doim shirin chiqadi. 40 so'm. 15 kilo emas 12 kilo bo'lsa kerak. Uni borib mashinaga tashlab kelay. Alisher bovozi bilan limonad ichamiz. Mani ham bovam bo'lganda limonad olib bersalar, ularni ichib yursam. Rahmatlar. Bovalarimiz o'tib ketishdi endi. Qani biz 98-yil. Qani bizda ham bovalarimiz bo'lsa. Ular limonad olib berib, bozorda aylantirib yursa edi. Hayırlı kit. Bu. Преждупреждание надо. So'raganlaringdek qo'ldan kelgancha syomka qildim. Seriya белый желтый 394. Haval ekan. Bizga kelishibdi. Yaxshi, yomon emas. Urgent vokzal. Chiroyli bo'lgan vokzal. Vokzal deb endi shuni aytadi. Klubnichka deydi. Vokzalga bordim desa, o'sha bozorga kelgan bo'ladi. Vokzal bir avtomobil. Qachon ishga tushar endi bu? Qoraymaydigan odam qoraymas ekan. Yo'q, qizaradi tamom. Kavsar magazin. Tarvuz qovunam rosa serob bo'ldi-ku. Qimmat ham emas. Bechora bolacha mashina katta olib beray deydi. Ha, endi qaragansiz, ko'tara olmaysiz. Taksigami deydi. Shundoq qilib kun o'taverar ekan. Yomon emas. Avtomoyka. Mostumuz zo'rlagan most.
bular turibdi? Qachon bular yuradi? To'g'ri Pavletsga borib tushamiz. Pavletsga borardim o'sha vagonda. To'g'ri yo Kazanskiy yo Pavletskiy. Xlebnikovga ketamizmi? Deydi. MSDmi? MSDmi? Xlebnikovga ketamiz. Terminal. Terminali now. Ana. Umid somsa qilaver. To'g'ri ekanda, setishlar ekan. Navoda punch. Düzdey Navad, yozdey Navad. Gaz, shaftot, detenget. Somsaga to'xtamışlar ekan. Yo'qsan. Umid aka. Assalomu alaykum. Yaxshimi, tinchmi? Zo'rmi? Somsalar pishdimi somsalar? Ha, mana sekin yo'q. Yo'q, tushmaydiganlar qochinglar. Mana qayno somsa ekan. Nech puldami somsalar? 15. Nima go'shtga bu? Nima go'shtga bu? Go'shiga. Mol go'shtigami? Ha, yaxshi. Mana qayno somsa soat nechi bo'ldi? 9da. Soat 9da uzilar ekan. Kimni ichi achib ketib, och qolib ketganmizda soat 9da kelaverasizlar. Birinchi rez uzilar ekan, Umid aka. Bir xil varianti bor, 15, tamom. 3 tanil bo'ladi. 4 gacha yaqin. 4 gacha yaqin, ha? 4 gacha yaqin kelaverasiz. Faqat 15 mol. Bir xil. Somsa bir xil ekan, 15 somondan. Assortiment yo'q. Bir xil standart 15 dan hozir yeb ko'rib, mana baho beramiz, xudo xolasa endi. Enagida odamni somsa yegisi keladi, va bir qayoqqa borish kerak. Shunaqa gaplar keladi. Mana aylanib hamma yoqni qaytib mahallamizga keldik. Mana qo'limizdan kelgancha aytgan ediklarindek bozorlarni video qilib, mahallalarni video qilib keldik. Sizlardan bitta like, bitta chiroyli kommentariy yozib podelitsa qilib yuborsalaring ham yaxshi bo'ladi. Qanaqa video olish kerak, nima qilish kerak yozib yuboringlar, harakat qilib olamiz. Dakan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tinchlik, omonlikda ko'rishaylik. Dedi tutsangiz